Tanzilit kasalligi, ya'ni xalqimiz tilida angina. Angina bu odamda tanglay murtaklarini infeksion yallig'lanish hisoblanib, asosan belgilari bemorda yuqori tana haroratining ko'tarilishi, ya'ni 40-41 gradusgacha, tomoqda yutunganda kuchli og'riq, intoksikatsiya belgilari, ya'ni bosh og'rish, ko'ngil aynish, qusish va ishtahasizlik va ayniqsa tanada, mushak va bo'g'im sohalarida kuchli og'riq berishi bilan namoyon bo'ladi. Tanzilitni asosan asoratlari bir nechta. Bulardan bittasi oyoq va qo'l sohalaridagi bo'g'imlarga revmatizm kasalligini asoratlanishi mumkin. Ikkinchi asorati bu yurak. Yurakda epikardit, perikardit va yurak nuqsonlarini keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchi asorati bu buyrak qismida, ya'ni siydik yo'llaridagi glomerulonefrit, pielonefrit degan kasalliklarni keltirib chiqaradi. Davosi ikki xil. Birinchisi konservativ, ya'ni dori-darmon bilan davolanadi. Bu oddiy holatlarda, ya'ni antibiotik terapiya, tomoqlarni chayish, shimish. Agar konservativ davo yordam bermasa, ikkinchi usul va xirurgik, ya'ni lazer yordamida anginani olib tashlaymiz. Agar o'zingizda yuqoridagi kasalliklar belgilarini sezsangiz, doktor Hasan klinikasiga murojaat qiling, lor qabuliga yozilishingiz mumkin.